Assalomu alaykum, hurmatli prezident. Temirov Anvar G'ayratog'li Samarqand shahridagi Yuksalish Group kompaniyasi asoschisiman. Bizning kompaniyamiz bugungi kunga kelib, yillik 450 milliard aylanma qilamiz. 3000 dan ortiq xodimimiz bor. 5 ta viloyatda, hurmatli prezident, qurilish ishlarimni olib boraman. 45% qurilish materiallarimizni o'zimizda ishlab chiqaramiz. Biz hozirgi kunga kelib 14 mingta xonadonni qurib boryapmiz. Shu kungacha 4000 ga yaqin xonadonni topshirganmiz. Shu 2026-yilda 6000 dan ziyod xonadonlarni yana o'z egalariga topshiramiz. Har bir viloyatda rejalashtirib qo'ygan xonadonlarimizni. Hurmatli prezident, men hayajondaman. Buncha imkoniyat, buncha narsalarni bizda tadbirkorlarga, quruvchilarga yana ochib berdingiz. Texnika masalalari bo'yicha yana to'lovlarni kamaytirib berishda hammasida imkoniyat berib kelyapsiz. Hurmatli prezident, buni barchasiga sizga kattadan katta rahmat aytib qolamiz. Shu o'rinda bitta taklifim bor edi. Hozirgi kunda 500 kvadrat, 1000 kvadrat quradigan xonadon quruvchilar ham, 10 ming kvadrat undan ziyod quradigan quruvchilar ham qurilish muddati bir xil berilgan. 2 yil deb berilgan. Agar 2 yildan o'tsak, bizga soliq stavkalari balandroq hisoblanadi. Men 5 ta viloyatda ba'zilarda 30 ming, ba'zilarda 50 ming quraman. Uni hozirgi kunda mijozlarning ham talabi oddiy xonadonlar xohlashmayapti. Ular talabi zamonaviy, zo'r, eng yaxshi narsalar xohlashi. U narsalar uchun sal bizga vaqtimiz yetishmayapti. Agar iloji bo'lsa 10 ming metr kvadratdan ziyod quradigan quruvchilarga qurilish muddatini 3 yil qilib bersangiz, barcha katta quruvchilar, developmentlar nomidan aytardimki, yana katta bizga iqtisod bo'lardi. Keyin biz millionlab kvadratlar qurishdi, katta shaharlar qurishdi, qo'rqmasdan o'ylashni boshlardik. To'g'ri masala ko'taryapti. Mana shu tijorat maydonlarini tannarxi pasaytirishga olib boradi. 1 oy muddatda mana shu qarorni kirgizinglar. Anvarga o'xshaganlar bo'lsa, bemalol shuncha katta marralar olyapti. Bunga imkoniyat yaratishimiz kerak. Bu ham to'g'ri taklif. Albatta inobatga olamiz. Uy-joy biz uchun havodek zarur, lekin sizlar sifatga juda qattiq qarashlaring kerak. Bu bizni juda katta talabimiz. Sizga kattadan katta rahmat. Sog' bo'ling. Biz mehnat qilishdan charchamaymiz. Yelkadosh bo'lib doimo xizmatdamiz, hurmatli prezident. Ishlaringga muvaffaqiyat.